Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda O'zbekistonda kambag'allik chegarasi 715 ming so'm bo'ldi. Hech kim Isroil uchun urushmoqchi emas. O'zbek harbiylari Farg'ona dala o'quv maydonida parashyutdan sakrashni mashq qilishdi. Isroilda ushlangan o'zbekistonlik xavfsiz sharoitdaligi aytildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronda rahbar bo'lishni istagan har bir kishi o'ldiriladi. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronda rahbar bo'lishni istagan har bir kishi o'ldiriladi. Ular nazoratdan chiqib ketgan millat edi. Agar biz birinchi hujum qilmaganimizda ular Isroilga hujum qilgan bo'lardi. Aqldan ozgan odamlar yadroviy qurollarga ega bo'lsa, buning oqibati juda yomon bo'ladi. Iroqdagi kurdlar esa bir tomonni tanlashlari kerak: AQSh va Isroilni yoki Eronni. Hech kim Isroil uchun urushmoqchi emas. AQSh Kongressidagi qo'shma qo'shinlarning jangovar tayyorgarligi bo'yicha qo'mita eshituvlari vaqtida keskin voqea yuz berdi. Majlis vaqtida Shimoliy Karolina shtatidagi Yashillar partiyasidan senatga nomzod dengiz piyodalari korpusi veterani Brian McGinnis harbiy kiyimda majlisga kirdi. U to'satdan harbiylar nutqini to'xtatib, baland ovozda hech kim Isroil uchun urushmoqchi emas deya qichqirdi. Shuningdek, u Pentagon mojaroning haqiqiy sabablarini yashirayotganlikda aybladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Kapitoliy politsiyasi uni qurshab olib, zaldan chiqarishga uringani ko'rinadi. Shu payt Montana shtatidan senator Tim Shihi ham politsiyaga yordamga kelib, McGinnisni qo'lini sindirgan. Natijada Brian McGinnisga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Kapitoliy politsiyasi unga 6 modda bo'yicha ayblov qo'yilganini tasdiqladi. Ular orasida politsiya xodimlariga hujum qilish va hibsga qarshilik ko'rsatish kabi ayblar bor. To'qnashuvda 3 nafar politsiya xodimi ham jarohat olgan. Politsiya vakili Kongress binolari ichida norozilik aksiyalari o'tkazdi taqiqlanganini, buning uchun maxsus joylar tashqarida ajratilganini ta'kidladi. Eron butun dunyo bo'ylab Isroil elchixonalariga hujum qilish bilan tahdid qildi. Agar Isroil Eronning Bayrutdagi elchixonasiga hujum qilsa, butun dunyo bo'ylab Isroil elchixonalari biz uchun qonuniy nishon hisoblanadi. Eron juda katta imkoniyatlarga ega, biroq hozircha xalqaro va strategik mulohazalar sabab o'zini tiyib turibdi, dedi Eron armiyasi vakili Abulfazl Shekarchi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron ballistik raketasi Yevropaga, jumladan Ukrainaga ham yetib borishi mumkin. Eron raketalari Ozarbayjon aeroportiga zarba berdi. 5-mart kuni Eron raketasi Ozarbayjonning Naxitchevan Muxtor Respublikasi hududidagi aeroportga qulab tushdi. Bu haqda Azar News nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, hozircha Ozarbayjon Mudofaa vazirligi va boshqa rasmiy idoralardan bu xabar rasmiy tasdiq berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aeroport atrofida portlashlar aks etgan bo'lib, foydalanuvchilar ushbu hudud Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi taranglik fonida nishonga olinganini iddao qilmoqda. Naxitchevan Ozarbayjonning Eron, Turkiya va Armaniston bilan chegaradosh eksklavi bo'lib, Janubiy Kavkazdagi strategik jihatdan muhim hudud hisoblanadi. Agar bu hodisa tasdiqlansa, mintaqaviy xavfsizlik va siyosiy vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ozarbayjon rasmiylari hozircha tarqatilgan videolar va aeroport yaqinidagi ta'sirga oid xabarlarga izoh bermagan. Vaziyatni baholash va ma'lumotlarni tasdiqlash ishlari davom etmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar yaqin vaqt ichida e'lon qilinishi mumkin. O'zbek harbiylari Farg'ona dala o'quv maydonida parashyutdan sakrashni mashq qilishdi. Sharqiy harbiy okrug Farg'ona dala o'quv maydonida harbiy xizmatchilar ishtirokida navbatdagi parashyut bilan amaliy sakrash mashg'ulotlari tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, mazkur mashg'ulotlar shaxsiy tarkibning jangovar shayligini oshirish, ularning ruhiy va jismoniy tayyorgarligini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Mashg'ulotlar avvalida mutaxassis yo'riqchilar tomonidan texnika xavfsizligi qoidalari, parashyutdan foydalanish tartibi hamda favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish bo'yicha batafsil tushuntirishlar berilgan. Harbiy xizmatchilar belgilangan balandlikdan parashyut bilan sakrashni muvaffaqiyatli amalga oshirdilar. Balandlikdan bajarilgan sakrashlar ishtirokchilardan yuqori darajadagi jismoniy chiniqish bilan birga ruhiy barqarorlik, qat'iyat va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini talab etadi. Har bir sakrash puxta hisob-kitob va aniq harakatlar asosida bajariladi. Parashyut bilan sakrash mashg'ulotlari orqali desantchilar havodan tezkor tushish, murakkab sharoitlarda harakat qilish va berilgan topshiriqlarni samarali bajarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu sababli bu mashg'ulotlar harbiy bo'linmalarning jangovar imkoniyatlarini va umumiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qildi, deyiladi xabarda.
Isroilda ushlangan o'zbekistonlik xavfsiz sharoitdaligi aytildi. Avvalroq Isroildagi O'zbekiston fuqarosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videosi sabab hibsga olingani haqida xabar qilingan edi. Holat yuzasidan O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bayonot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 28-fevral kuni O'zbekiston fuqarosi sirenalar yangragan paytda TikTok ijtimoiy tarmog'iga video joylashtirgan. Ushbu video Isroil ijtimoiy tarmoqlarida ham keng tarqalib, katta norozilik keltirib chiqargan. Shundan so'ng Isroil fuqarosi mazkur holat yuzasidan politsiya organlariga murojaat qilgan. Elchixonaning konsullik bo'limi O'zbekiston fuqarosi bilan tezkor bog'lanib, tegishli suhbat o'tkazgan. Shuningdek, Isroil fuqarosi bilan ham tushuntirish ishlari olib borilgan. Ayni paytda O'zbekiston fuqarosi xavfsiz sharoitda bo'lib va mazkur masala elchixonaning konsullik bo'limi nazoratida turibdi, deyiladi elchixona bayonotida. Shuningdek, elchixona Isroilda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan quyidagi holatlarda diqqatli bo'lishni eslatgan. Mahalliy qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilish, o'z xatti-harakatlarida ehtiyotkor bo'lish hamda turli provokatsiyalardan tiyilish. Raketa hujumlari paytida Isroil front orti qo'mondonligi tomonidan beriladigan barcha xavfsizlik tavsiyalarini so'zsiz bajarish. O'zbekistonda kambag'allik chegarasi 715 ming so'm bo'ldi. O'zbekistonda bir kishining bir oylik minimal iste'mol xarajatlari 715 ming so'm deb e'lon qilindi va bir kishilik xarajat shundan oshadigan oilalar rasman kambag'al deb hisoblanmaydi. Bu haqda 4-mart kuni Milliy statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan minimal iste'mol xarajatlari qiymati to'g'risidagi hisobotda keltirilgan. Unga ko'ra, 2025-yil inflyatsiyaning oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlar bo'yicha narx indekslari asosida alohida indeksatsiya qilish natijasiga ko'ra 2026-yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir oyda kishi boshiga 715 ming so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 6,9% ga yuqori. Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholini maqsadli guruhini aniqlash, mamlakatning kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhidagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olish, kambag'allikka qarshi kurashish strategiyasi va dasturlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarning natijadorligi hamda manzilliligini oshirish, shuningdek ularning doimiy monitoringini yuritish, pensiyalar va nafaqalarning eng kam miqdorini belgilash, shuningdek kambag'al oilalarga beriladigan boshqa turdagi moddiy ko'maklarni ko'rsatishda mezon sifatida foydalaniladi.